Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Mana navbatdagi kattollarimizni Asaka tumaniga berdik. Kamplay qilib, расширительный baklari bilan 7 milliondan qilib berdik. Hasan-Husan qilib olib ketishyapti. Qurumini tozalaydigan joyi. Topkasini eshigi, fon yig'ilib chachiladigan qilingan, ligirovkalarga qilib, zavodskoy kattollarga o'xshatib, ejyoga bolgakalar qatirilgan. Topkasi. Kimga shunaqa kattollar kerak bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Nomerlar qoldirib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.